Assalomu alaykum. Obunachilar. Hammasi farqi. Hozir pirsat ulaymiz xohlasin. Mana pirsatni. Sinmadan pirsatlar o'tijolar. Kelaverasizlar. O'ta go'zal, Chanambayot. Mana endi bunisi to'rtta 120 talikka uladik. Ko'ringlarchi. Nima deyapti akalar buni qo'shmiz. Alkoplarni sanab yoqib. Sho'lab cho'tkilar, endi bu jini unlagan pirsat. Bo'lib ham akamizga rabochi. Mana hozir tepada pirsatlar xatar. Men jinga ko'p vaqt ketsa ham kuzat pirsatlarni tepaga chiqaman endi. Biz xo'shmiz. Hop, bu guruh. 1,5 ga 3. 1,5 ga 3 metr yani. Bosmasa kiraveradilar. Bu ham nalichida hammasi qo'shilib turgan pirsatlarmi? Ular bu turgan nimalardir yangi, spesiallar yangi, diska balon yangi. O'zim ishlar yerimni avzo qilib bunisi 2 aksinkovka listdan bo'lgan, respublikada yo'q. 2 aksinkovka bortdan bo'lgan pirsat respublika bo'yicha yo'q. Bunga 100% garantiya beramiz. Endi bunisi 1 aksinkovka. Nima desam bo'larkan endi sizlarga obunachilar, qiziqib boradiganlar. Endi jinni videomiz cho'zilib ketdi, xafa bo'lmaysizlar. Mana bunisi endi 160 ga 3,5 metrlik. Shovqin bo'lib ketdi o'ta uzrulloh. 160 ga 3,5 bunisi. Hop. Mana bu akalar 1,5 tonnali rossiyskiy Vammer zamok bo'ladi akalar. Buni Xitoyi bor, sho'rolasizlar. Hozir Xitoyni ko'rsataman desam, Xitoy yo'q ekan. 1,5 tonnali mana shu original Rossiya. Chexskiy deydi. Mana akalar, mana Vammer. Mana shu yozuv Vammer bo'lsa, original. Garantiya. Linkot, Birga mashina ko'tayib ketdi. Mana uzun lekin. Güzelce devam etaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Qo'rg'on shaharchasidamiz. Bo'lib ham betonkani bo'ydamiz. Telefon raqamini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqasizlar.